بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 342 باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي bilmagan odamlar senga xabar keltiradi degan bir baytni bobga nom qilib olgan ekan. Bu 342-bob. 792 rivoyat Ikrima radhiyallohu anhudan aytadilar: Sa'altu Aisha radhiyallohu anha hal sami'ti Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yatamathalu shi'ran qattu faqalat ahyanan idza dakhala baytahu yaqul wa ya'tika bil akhbari ma lam tazawwadi. Ikrima aytadilarki, men Oysha radhiyallohu anhodan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hech bir vaqt she'rdan misol keltirganlarini eshitganmisiz deb so'radim. Oysha onamiz gohida uyga kirganlarida mana shu baytni o'qib va yatika bil akhbari ma lam tuzawwadi deb qo'yar edilar deganlar. Demak, Rasululloh she'rni juda oz aytgan ekanlar. Oysha onamiz ham o'sha aytganlarga bitta misol keltirishlarga imkon topibdilar. 793 Ibn Abbosdan aytadilar: innaha kalimatu nabiyyin va ya'tika bil akhbari ma lam tazawwadi. O'sha avvalgi bayt bu nabiyni so'zi ekan, payg'ambarlarni so'zi ekan. Payg'ambarni shuning uchun payg'ambarimiz aytgan ekanlar. 343 bob ma yukrahu min at-tamanni. Qandoq narsani orzu qilish yoqimsiz hisoblanadi, makruh hisoblanadi. 794 rivoyat Abu Hurayradan anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: "Idza tamanna ahadukum falyanzur ma yatamanna, fa innahu la yadri ma yu'ta." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, qachon biringiz bir orzu qiladigan bo'lsa, nimani orzu qilayotganligiga nazar solsin. Chunki o'zi bilmaydi nima unga beriladi-yu, nima berilmaydi. 344-bob la tusammu al-inab al-kurm. Uzumni kurum deb atamanglar degan bob. 795 Alqamat ibn Voildan an-Nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: la yaqulanna ahadukum al-kurm wa qulu al-hayla. Ya'ni al-inab. Ya'ni uzumni arablarda kurum deb atash odati bor ekan, bu arablarga xos. O'sha kurum deb aytmaslik kerakligini Rasul akram alayhisolatu vassalom bu hadis shariflarida uqtirmoqdalar. 345 bob qavlur rajuli vayhak. Bu ham arablarga xos. Vayhak ya'ni sho'ring qurisin degan ma'nodagi gap. 796 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, marran nabiyyu sallallohu alayhi va sallam bi rajulin yasuqu badanatan faqala irkabha faqala ya Rasululloh innaha badanatun qala irkabha qala innaha badanatun qala wa fi thalitha aw fi rabi'a wayhaka irkabha. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir tuya haydab ketayotgan odamning oldidan o'tib qolib, uni minib ol dedilar. Haligi odam: ey Allohning rasuli, bu qurbonlikka atalgan tuya dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam uni minib ol dedilar. Haligi odam yana bu qurbonlikka atalgan dedi. 3 yoki 4 aytishida Rasululloh: ey sho'ron qurugul, minib olsangchi dedilar. Mana shu yerdan demak Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam vayhaka degan so'zni, sho'rin qurugul degan so'zni ishlatganlari sabit bo'ladi. Boshqalar ham ishlatsa joizligini bilib olinadi. Shu bilan birga qurbonlikka atalgan tuyani minsa joiz ekanligi kelib chiqadi.